Salom hammaga aziz yurtdoshlar, men sizlarga bugun eng qiziq ma'lumotni yana berib o'tishga harakat qilaman. Ya'ni Odnoklassik saytidan qanday qilib video sketch qilishni men sizlarga ko'rsataman. Bugungi o'z YouTube kanalimga bu videoni qo'yaman. Bu sizlarga yoqadi degan umiddaman. Buning uchun bizga Odnoklassik saytidan video sketch qilishimiz uchun bizga Play Market kerak bo'ladi. Play Marketga kiramiz va sketch video Odnoklassik stranchkasini topamiz va o'z telefonimizga ustanovka qilamiz. Men buni topganman va o'z telefonimga ustanovka qilishim qolgan. Men ustanovka qilaman va men bunday stranchka paydo bo'ladi. Agarda siz bu stranchkani yangi ustanovka qilayotgan bo'lsangiz, sizda reklama paydo bo'ladi. Bizga reklama kerak emas. Ya'ni reklama bizga hech qanday mishayt bermaydi. Biz bu yerdan endi videolarni sketch qilib olamiz. Men hozir bu sahifaning o'zidaman. Kiramiz sahifaga. Reklamani olib tashlaymiz va yana bir marta ochamiz. Reklama bor, reklama hamma joyda bor. Buni reklamani olib tashlaymiz va o'z sahifamizga kiramiz. Odnoklassik sahifamizga. Odnoklassik sahifamizga kirganimizdan so'ng Odnoklassik videolarga o'tishga harakat qilamiz. Ya'ni Odnoklassik videolar degan joyga kiramiz va xohlagan videomizni sketch qila olamiz. Ya'ni men sketch qilaman bu yerdan. Sevinch videosini topamiz. Kliplarini, ya'ni sevinchli kliplarini topamiz. Sevinchli kliplari chiqdi. Biz bu yerdan xohlagan xohlagan kliplarni sketch qilib olishimiz mumkin. Ya'ni men bu videosini tanladim. Bu videoni sketch qilib olish imkoniyatiga egamiz. Sketch qila olamiz va o'z telefonimizga ko'rib olish imkoniyatiga egamiz. Videoning tagida strelka bor. Bu strelkani bosamiz va saqlanib faylni bosamiz va biroz video sketch bo'lyapti. Hozir ko'ramiz, kutib turamiz qani. Xo'p, men Wi-Fi'imni yoqaman. Tezroq sketch bo'lishi uchun. Wi-Fi yoqqandan so'ng tezroq sketch bo'ladi. Xo'p. Biroz kutamiz. Sketch bo'lyapti. Hali YouTube kanalim yangi. Albatta bu YouTube kanalini ko'rgan insonlarga yoki bu video yoqsa kanalimga обязательно подписаться qiling va Odnoklassik sayti yoki sotsial saytlarda muammo bo'lsa, siz men bilan kommentariya qoldirishingiz mumkin va men sizlarga yordam berishga harakat qilaman. Video sketch bo'ldi. Sevinch Mo'minovaning bu video sketch bo'ldi.